Samarqand shahrida joylashgan navbatdagi obyektimiz bo'lgan ushbu xonadonga ham umumiy quvvati 40 kilovatlik bo'lgan 10 grid tizimida ishlaydigan quyosh panellarini o'rnatib berdik. Ushbu xonadonga premium klassdagi ikki tomonlama quyoshdan quvvat oladigan lonji panellari bilan Solax invertorlarni o'rnatib berdik. Bu stansiya kuniga 150-200, oyiga 5000-6000 kilovatt-soat elektr energiyasini ishlab chiqaradi. Xonadonning ehtiyojlarini 2000-3000 kilovatt-soat deb olsak, qolgan 2000-3000 kilovatt-soat elektr energiyasini umumiy tarmoqqa, ya'ni davlatga qaytarib sotib, har bir kilovatini 1000 so'mdan qaytarib sotib, bemalol daromad qilishlari mumkin. Agar siz ham biznesingiz yoki xonadoningiz uchun quyosh panellarini o'rnatmoqchi bo'lsangiz, bizga murojaat qiling. 78 kodi bilan 333 60 70 raqamlari orqali mutaxassislardan batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Samsolar kompaniyasi zo'r, baraka topdim, hammaga tavsiya qilaman. Zo'r, gap yo'q.